Agar biza yutsak, Milliy ligaga chiqamiz. Olg'a Isagi, bizning so'nggi imkoniyatimiz. Muxlislar, 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 muxlislar. Mash'otaman omadsizlar. Men gol uraman, gol uraman. Muxlislar. Isagi, menga o'sha. Dada, agar darvozabonni aldab o'tolsam, gol ura olaman. Isagi, esingda bo'lsin, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. To'g'ri. Futbol. Jamoaviy o'yin. Ajoyib. Endi gol ursa bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi. Hamma oldinga. Jin ursin. To'xtatinglar uni. To'xtatinglar. Kechiringlar bolalar. Qaniydi gol urganimda. Dada, jinnisan. Kechiringlar meni. Kira-kun, ajoyibsan! Kira, muxlislar seni yapon futbolini bo'lajak yulduzi deyishyapti. Seni hatto U18 terma jamoasiga ham chaqirishdi. Bizga yetib berasanmi? Hozir hamma e'tiborimni bu jamoa bilan Milliy ligada g'alaba qozonishni o'ylayapman. Hozircha hammasi shu. Bu darajaga yetishimga hozirgi jamoamdan juda minnatdorman. Kira-kun, ajoyib! Yaxshi o'ynadinglar bolalar. Men esa o'sha jamoani hujumchisiman. Bu haqiqat. Kechiring meni. Noah. Xuddi sizdek. To'g'ridan-to'g'ri darvozaga. Qanday ajoyib gol! Super yulduz bo'lishga shubham bor edi. Isagi zo'rsan. Dahshat. Rostdan ham sizlar shunday deb o'ylaysizlarmi? Qoyilmaqom. Sen eng zo'risan Isagi. Men futbol o'ynashda davom etdim. Lekin Esinglarda bo'lsin, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Milliy ligaga birgalikda chiqamiz. ha! Ko'rinib turibdiki, meni orzuyim hech qachon orzudan nariga o'tmaydi. Meni ahmoqona orzuyim terma jamoani yulduzi bo'lish. Va jahon chempionatida g'alaba qozonish. Agar o'shanda men pas bermaganimda, uni o'rniga o'zim tepganimda, hozirgi taqdirim boshqacha bo'larmidi? Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Futbolda bir jamoada 11 ta o'yinchi o'ynaydi. Buni bitta o'zing qila olmaysan. La'natda. G'alaba qozonishni juda ham xohlagandim.